Salib qo'shinlari bir necha kun dam olishgandan so'ng Irakli, Ereg'li tomon yo'llarini davom ettirdilar. Irakli bo'yida musulmon turklar hujumini bartaraf etishdi. Bu yerda boriladigan yo'l haqida yangi qaror qabul qilish kerak edi. Asosiy yo'l Iraklidan biroz sharqda, Tavr tog'lari va muhtasham Gulek darasi orqali, eski nomi Kilikiya darvozasi, aynan shu yo'l orqali Chuqurovaga yetib borardi. Bu Antioxiyaga to'g'ri yo'l edi. Lekin undan foydalanishning ba'zi kamchiliklari bor edi. Gulek darasi osonlikcha o'tiladigan joy emasdi. Tez harakatlana olmaydigan bu katta qo'shin bilan bu o'ta tik va tor darani bosib o'tish juda qiyin bo'lardi. Boshqa tomondan turklarning yangi va so'nggi mag'lubiyati Qaysiriyga yo'lni ham ochib bergandi. Xavf-xatarlar bilan to'la darani oshib o'tish o'rniga bu hudud shimoli sharqqa yo'nalib, Antitavr orqali Marashga va uncha baland bo'lmagan keng Amanus dovoni orqali Antioxiya tekisligiga yetib borardi. Ayni paytda bu yo'nalish qo'shimcha ravishda arman nasroniylari qo'lida bo'lgan hududdan o'tishi bilan ham ustunlik kasb etardi. Qo'shinning ko'pchiligi Qayseriy va Marash orqali o'tadigan yo'lni tanladi. Biroq imperatorga nisbatan dushmanlik hissi bilan to'lgan salibchilar yetakchilari, ayniqsa Boymundning jiyani Tankred bu taklifga qarshi chiqdi. Boymundning jiyani Tankred va Gottfried Bulyonskiyning ukasi Balduin Bulyonskiy boshchiligidagi qo'shin asosiy qo'shindan ajralib, tog'lar orqali Chuqurovaga borishga qaror qilishdi. Aslida Tankred va Balduinni bu tashabbusga undagan armanlar edi. Balduin hamon Iznikda bo'lganida Kok Vasilning akasi Bagrat ismli arman bilan do'stlashgan edi va ilgari imperator xizmatida bo'lgan Bagrat uning xizmatiga kirdi. Bagrat doimiy ravishda Balduinni armanlarga yordam berishga undab, ukasi Kok Vasil boshqarayotgan Furot mintaqasiga taklif qilardi. Ammo Tankred Chuqurovada o'z omadini sinab ko'rish uchun Iraklidagi asosiy qo'shinni tark etish niyatini e'lon qilishi Balduinni ham bu mintaqaga borishga majbur qildi. Chunki u armanlarning bosh do'sti bo'lish holatidan foydalanmoqchi bo'lsa, Tankredning o'zidan oldin bu yerda armanlar bilan aloqaga chiqqan birinchi odam bo'lishini, ularning ishlarida birinchi bo'lib tashabbus ko'rsatishiga yo'l qo'yishiga va bu qirg'oq mintaqasini narmanlarga boy berishni istamasa, harakatga o'tishi kerak edi. Balduin va Tankred o'zaro kelishuvga erishgan bo'lishi ehtimoldan uzoq. Tankred va Balduin ham jangda tajribasizlarni qo'shiniga olmagan edilar. Balduinning rafiqasi va bolalari asosiy qo'shinda qolishdi. Taxminan sentyabr o'rtalarida Tankred va Balduin ikki alohida guruh bo'lib, Taros dovonlari tomon yo'l olishdi. Asosiy qo'shin esa shimoli sharq yo'nalishida Qayseriga qarab harakatlandi. Asosiy salib qo'shin Avgustopolis qishlog'i yaqinida musulmon turklar bilan to'qnash kelishdi va ularni yana mag'lubiyatga uchratdi. Ammo har qanday kechikishning oldini olish maqsadida yo'ldan uncha uzoq bo'lmagan Amirning qal'asini zabt etishdan voz kechdilar. Shunga qaramay, bir necha kichik qishloqlar egallandi va bu yerda yashovchi Simeon ismli kichik arman yetakchisining shaxsiy iltimosiga binoan imperiya mulki sifatida boshqarish sharti bilan unga topshirildi. Sentyabr oyining oxiriga kelib, salibchilar musulmon turklar tark etgan Qayseriyga yetib kelishdi. Ular bu yerda to'xtamasdan, o'sha paytda donishmand turklar tomonidan qamalda bo'lgan, asosan armanlar istiqomat qiladigan boy Kamana, Sharkoy yoki Shar shahri tomon yo'l oldilar. Salibchilar qo'shini yaqinlashganda turklar g'oyib bo'ldi va Boymund ularni ta'qib qilgan bo'lsa-da, qo'lga olinmadi. Shahar aholisi o'zlarining qutqaruvchilarini quvonch bilan kutib olishdi.
salibchilar Tatikiyosdan bu joyni imperator nomidan boshqarish uchun valiy tayinlashini istadilar. Tatikiyos valiy etib ilgari Robert Guiscard bilan sharqqa kelgan va keyinchalik imperator xizmatiga kirgan provanslik ritsar Per Daupilsni tayinladi. Bu uzoqni ko'ra olishining isboti o'laroq yaxshi tanlov edi. Bu voqea franklar va rumliklar birgalikda harakat qilishlari va salibchilar yetakchilari bilan imperator o'rtasida tuzilgan kelishuvga rioya qilish imkoniyatiga ega bo'lganligini ko'rsatadi. Qo'shin Kamanadan janubi sharqqa, Antitavr tizmasining etagida, hosildor vodiyning o'rtasida joylashgan armanlar yashaydigan yorqin Kakson, bugungi Goksun shahriga yo'l oldi. Tankred 100 ritsar va 200 piyoda askardan iborat kichik bir qo'shin bilan tekislikka yetib borishi bilanoq o'sha paytdagi Chuqurovaning eng muhim shahri bo'lgan Tarsusga yurish qildi. Bu orada u salibchilarning asosiy qo'shiniga qo'shimcha kuch so'rash uchun xabarchilar yubordi. Tarsus Saljuqiylar garnizoni tomonidan ushlab turilgandi. Musulmon turklar darhol hujum uyushtirib, salibchilarni qaytarishga harakat qilishdi. Biroq salibchilar tomonidan ortga qaytarilishdi. Shundan so'ng shaharning arman va rum nasroniylari Tankred bilan bog'lanib, undan shaharni egallashini so'rashdi. Musulmon turklar esa qarshilik ko'rsatishda davom etdilar. Bu qarshilik 3 kundan keyin Balduin va uning 500 ritsari va 2000 piyodadan iborat qo'shini Ko'ringunga qadar davom etdi. Musulmon turklar son jihatdan mag'lub bo'lganliklarini tushunib yetdilar. Qorong'u tush kuniga qadar kutib, qorong'ulik himoyasida ortga chekinishdi. Ertasi kuni ertalab nasroniylar Tankredga shahar darvozasini ochishdi. Balduin shaharga yaqinlashganda Tankredning bayroqlari shahar devori minoralarida hilpirayotganini ko'rdi. Tankredning yonida hech qanday rum amaldorlari yo'qligi kabi, u ham hech shubhasiz zabt etgan har qanday joyni imperatorga qaytarish niyatida emasdi. Biroq u Balduin timsolida aynan o'zi kabi Konstantiniya bilan tuzilgan kelishuvga umuman ahamiyat bermaydigan, ancha xavfliroq bir raqibni topdi. Balduin Tarsusni o'ziga topshirilishini talab qildi. Tankred g'azabidan nima qilishni bilmay qoldi. Ammo u raqibning ustun kuchiga qarshi biron narsa qila olmay bo'yin egishga majbur bo'ldi. U qo'shinlarni to'plab sharqqa, Adana tomon yo'l oldi. Balduin Tarsusni endigina egallab olganidan so'ng asosiy qo'shindan Tankredga qo'shimcha kuch sifatida yuborilgan 300 kishidan iborat narmanlar shahar oldiga yetib kelishdi. Balduin ularning qancha yolvorish va iltijolariga qaramay shaharga kirishiga rozilik bermadi. Ular shahar tashqarisida, devorlar oldida qarorgoh qurdilar va tunda ular atrofida aylanib yurgan eski Tarsus Saljuqiylar garnizoni a'zolari tomonidan hujumga uchrab, barchasi qilichdan o'tkazildi. Bu voqea salibchilarni qattiq g'azablantirdi. Balduin hatto o'z odamlari tomonidan ham o'ldirilganlarning boshiga kelgan falokat uchun ayblandi. Agar nasroniy flotining kutilmaganda kelishi haqidagi xabar unga yetib kelmaganda edi, ehtimol uning mavqei tushib ketgan bo'lardi. Nasroniy floti Mersin ko'rfazida, Tarsus irmog'ining og'zida va shahardan biroz pastroqda paydo bo'lgan flot qo'mondoni bulyonlik Guynemer qo'lida edi. Guynemer kasbi bo'yicha qaroqchi bo'lib, voqealarni oldindan ko'rish qobiliyati sababli salib yurishlarning dengiz himoyasiga ehtiyoj sezishini oldindan sezgan edi. Daniya, Fris va Flamand qaroqchilarini o'z atrofida to'plab, u bahor oxirida Gollandiyadan suzib ketdi. Endi u Sharqiy O'rta Yer dengizi sohiliga yetib borgandan keyin salibchilar bilan aloqa o'rnatishga harakat qilardi. O'ziga vatan bo'lmish Bulyon shahri bilan qandaydir bog'liqlik his qilgani bois, u o'z mintaqasi grafining ukasi ham mavjud bo'lgan qo'shinni uchratganidan juda xursand bo'lgandi. U o'z kemalari bilan Tarsus irmog'i bo'ylab yuqoriga ko'tarilib, Tarsus shahrida Balduin Bulyonskiyga
hurmat va itoat izhor etdi. Uning bu imo ishorasi evaziga Balduin unga o'z odamlaridan 300 nafarni berdi va Guynemerni Tarsusda o'zining vakili va voliysi sifatida qoldirdi. So'ng sharqqa ketishga tayyorgarlik ko'rdi.